Bir marta sayohatga chiqib kelsang, umuman bitta joyda o'tira olmaysan degan gap rost ekan va shuning uchun men aeroportga qarab yo'l oldim. 14 soat deganda kechiktirilgan reys bilan biz Istanbulga uchib keldik. Bir marta serialda ko'rganingdan ko'ra bir marta uchib kelib o'z ko'zlaring bilan ko'rganing yaxshi ekan. Istanbulning atmosferasi, taomlari, o'sha mashhur Seven Hills degan kafega biz keldik. Chaykalarga ovqat berdik va o'zimiz ham maza qilib tamadi qilib oldik. Albatta, kontentsiz ham ketmadik. Chiroyli videochalar oldik. Istanbulning ko'chalarini ko'rsangiz shunaqa lol qolasiz ekan. Bu yerda esa Nani opa bilan umuman metroga minmagan ekanmiz. Bitta minaylik dedik-da. Biz Javohir degan malga keldik. Bu yerda esa har xil brendlar bor ekan. O'shalarni ham ko'rib chiqdik. Keyin esa kechki sayrga kemaga chiqdik. Kemadagi shou programmalar juda ham chiroyli edi. Hammamiz maza qilib, miriqib dam oldik, o'ynadik. Opalarni o'ynaganini ham tomosha qildik. Opalar o'zi ham boplab o'ynashdi. Keyin esa to'lqinlarni maza qilib shivir qilganini ham eshitdik. Undan so'ng qo'ymasdan Farruh akani ham sahnaga chiqardi. Farruh akani qo'shiq aytishini hamma turklar eshitib, o'zi ham shokka tushib qoldi. Shunchalik o'zbeklar zo'r qo'shiq aytar ekan deb. O'ynadik, kuldik, yedik, ichdik. Keyin esa biz ko'chaga qarab yo'l oldik. Kemadan sal kam 2-3 kilometr yurib Galata ko'lasi ko'chasiga ham yetib keldik. O'sha mashhur ko'cha aytganlaricha bor ekan. O'sha mashhur cheescake'ni ham yeb ko'rdik. Bu hayotimdagi eng mazali cheesecake bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Shunaqa zavqli sayohatimiz uchun biz qaynoq turlarga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Tur firma tanlashda adashmang. Albatta qaynoq turlarni tanlang. Video yoqqan bo'lsa like va kommentariyada ikkinchi qism deb yozib qo'ying. Ikkinchi qismni albatta chiqaramiz.